Urumchidagi mashhur Rabia Qadr sud sarayi chiqib etilgan. Uyg'ur jamiyati va O'rta Osiyo sud sohasida tunilgan Urumchidagi Rabia Qadr sud sarayi 29 noyabr kuni chiqib etilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari binoni chiqishning oldi keyinda binoning egisi Rabia Qadr xonim yoki Urumchidagi oila tavobatlariga hech qanday uqtirish qilmagan. Jamiyatga mu chiqilish sababi haqida izohat bermagan. 30 noyabr Amerikada yashayotgan lager shahidi Zumrat Davud Urumchidagi Rabia Qadr sud sarayining chiqib etilganligi haqida uchur olgan. Ammo u Xitoyning davlat axboroti va ijtimoiy taratqularni izchil kuzatibmi, sud sarayining chiqilishiga oid uchratmagan. Sarayning sahibi Rabia Qadr xonimmi Urumchidagi oila tavobatlari bilan aloqa qilisholmaganligi sababidan binoning nima uchun chiqilganligi va iqtisodiy ziyonning qanday bir taraf qilinganligi haqida hech qanday ma'lumotga erishalmagan. Muxbirimiz Shuhrat O'shur Urumchidagi G'alabiyat saqchixonasi xodimidan Urumchida Rabia Qadr sud sarayi chiqilgandan keyin vaziyatning qanday ekanligini so'radi. U vaziyatning normal ekanligi, chet ellik sayohatchilar cho'ng bozor atrofini ziyorat qila oladiganligini aytdi, ammo binoning chiqilganligini inkor qilmadi. U savollarimizga javoban sayohatchilarning cho'ng bozor va muzey qatorliq o'rinlarni ziyorat qila oladiganligini bayon qilish jarayonida Rabia Qadr sud sarayining navbatda yo'q ekanligini tilga oldi. Muxbirimiz yana shaharlik saqchi idorasining tashqi ishlar bo'limiga telefon qildi. Navbatchi xodim binoning o'tgan juma kuni, ya'ni 29 noyabr kuni chiqilganligini oshkorladi. Bu xodim binoning shaharlik qurilish idorasi tomonidan chiqilganligini tilga olib, uning chiqilish jarayoni haqida ma'lumot berishni rad qildi. Urumchidagi bir sayohat idorasimi sarayning chiqilib bo'lganligini dalilladi. Telefonimizni qabul qilgan, ammo o'zini oshkorlashni xohlamagan bir xodim doirlar sarayni chiqishni shartsiz ilib berishga tirishgan bo'lsa-mu, binoning portlashi bilan ko'chalarni qoplagan saqchilarning shaharda vahima paydo qilganligi natijada sarayning chiqilishining jamiyatda kengri bilinganligini ilgari surdi. Saray chiqilgan kuni cho'ng bozor atrofida vazifa o'tagan Nanxu saqchixonasining bir xodimi bo'lsa, Urumchi ko'chalari kuzatish apparatlari bilan to'lg'ashqa sarayni chiqish jarayonida bek ko'p saqchi xodimning vazifa o'tishiga ehtiyoj qolmaganligini aytdi. Rabia Qadr sud sarayi 1990-yili silingan. Bu sarayga yondosh Aqida sud sarayi bilan qatqanda jami ko'lami 30 ming kvadrat metr bo'lib, 600 dan ortiq do'kon, yig'in zali, to'y saloni, darsxona va mehmonxona yotoqlaridan tashkillangan. Saray savdo tijorat ishlaridan boshqa millatparvar ziyolilarning uchrashish joyi, yosh izlanuvchilarning tarbiyalanish makoni, xayr-saxovatchilarning ish boshlash o'rni qatorliq universal mulozimat o'rniga aylangan. Xitoy doiralari 2009-yili 5-iyul voqeasidan keyin binoning sohibi Rabia Qadr xonimni mazkur voqeaning qo'zg'ovchisi deb ayblab, uning savdo sarayiga pechat silib mulozimatdan to'xtatgan edi.